Hammaga salom bolalar. Men bugun singlim bilan Brookhavenda yashin machoq o'ynaymiz. Yashin machoq o'ynaymiz. Hay, davaychi tepaga chiqamiz va ko'ramiz qayerda joy bor. Tosh tagida joy bor ekan. Shu yerda yotib olamiz. Keyin singlimni kutamiz hozir. Animatsiyani yoqadi ekan. Mana bo'ldi, topdim. Bo'ldi, biz topdik. Endi jim yotamiz. Bo'ldi, men uni chaqirdim. Hozir u meni qidirishga chiqadi va bu tosh ko'rinmas ekan. Bo'ldi. Qayerda ekan u? Birinchi etajda yuribdi-da. Topolmaydi. Mana zinadan chiqyapti. Nimaga tosh oldiga keldi? Topdimi meni? Topmagan bo'lsin-da. Topibdi-ku. Pankor topgan u. Qaranglar, zato qanday yotibman. Ha, endi uy oldiga spawn bo'lishi kerak. Uning uchun bizga uyga kirib spawn bo'lishi kerak. Ha, mana spawn ham bo'ldik. Endi men sanayman. Qanday tez topding-ey? Nima bu skinini o'zgartirib o'zini kichkina qildi va endi buni topish qiyin bo'ladi-ku, lekin biz bugun singlimni aldaymiz. Chunki uni kuzatamiz. Qaranglar, hozir u kirib ketadi, sal ishonchli bo'lishi uchun 6-7 sekund sanab keyin kiramiz. Mana. Kimga ismim kerak bo'lsa, mana shu yerda hozir yozib, mana shu nickni qo'shib olinglar. Mana bo'ldi, biz kirib topishga harakat qilamiz. Mana u hali yashirinmagan bo'ldi. Biz uni ko'rdik, qayerda yashirinmoqchiligini. Bo'ldi, endi kiramiz, o'zimizni ko'rmagandek hisoblaymiz. Davaychi. Bo'ldi, ko'ramiz. Qayerdasan vashi? Zo'r-ku. Mana qayerga kiramiz. Ana topdik. Bugungi videomiz o'z yakuniga keldi. Hammaga xayr.